Do'stlar, hozir seed pack ochamiz. Flower seed pack yangi event paki. Boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Ochishar ekan. Purple Dahlia. Nice, mythic, zo'r. Keyingisi Lilik. Ham yaxshi. Keyingisi Sunflower tushadimikan? Nima deylaysizlar do'stlar? 30 ta ochibman. 30 ta. Lilak yaxshi do'stlar, narxi qimmat. Narxi bo'ladi. Norm. Foxglow. Okey. Нормально. Brat qaraylik, yo bobomrod, Candy Blossom, hamma narsasi bor ekan. Voyvachcha. Uylar qurtashibdi-ku. Pink Lily, Mythic yaxshi. Yaxshi do'stlar, yaxshi ketyapmiz. Lekin menga faqat Sunflower kerak edi. Mayli, shunisiga ham shukur. Mythic legendarkalar tushyapti. Zo'r. Lekin bitta Sunflower tushsa maza qilardim, lekin ko'rinmadi ham Sunflower. Nechta qoldi? 20 ta. Hali bor ekan. Pink Lily. Aytam mer tushyapti, valla Sunflower tushmayapti-da shu faqat. Nechio себе, nahotki roz tushmayapti, roza. Atirgul tushmayapti, nahotki. Bo'lishi mumkin emas. Miniana Foxglow, Rerik. Yaxshi. Maslahatim do'stlar sizlar. Menga o'xshab shu seed packlarni yig'ib ochinglar, bir 30 ta, 40 ta qilib. Yoki shu event tugaguncha yig'inglar. Boshidan oxirigacha bir 100 tadan, 150 tadan o'tib ketsa kerak. Hozir shunaqa qilmoqchi edim, lekin bu niyatdan qaytib qoldim. Hozir ochgim kelib qoldi nimagadir. Balkim Sunflower tushib qolar. Bu yerda asal tayyor bo'libdi. 800 ta asal yig'ib qo'ydim shu основной akkauntimda. Bu основной akkauntim mani. Videoni esa yangi o'yinchilar uchun videoni esa boshqa akkaunt olibman. Yangi akkauntda. Keyin do'stlar, menga doriza tashsanglar, shu nikimni kommentariyaga ham yozib qoldiraman. Menga doriza tashsanglar, dorizamda juda ko'p o'zbeklar bor. Hammamiz bitta serverda o'ynaymiz. Obunachi ko'paysa, stream qilaman. Foxglow. Xudo bir podpисчикimiz 100 tachalar bo'lsa stream qilsam bo'lar menimcha. Do'stlaringlarni ham taklif qilinglar, obuna bo'linglar. Ana o'tdi, ko'rdinglarmi? Sunflower o'tib ketdi. Sunflower. Roza. Mayli. Sunflower kerak, Sunflower, iltimos. 3 ta qoldi. Sunflower, davay. Sunflower. Nima tushmayapti bu? Tushmayapti. Sunflower. Tugadi. Mana do'stlar, tugatib qo'ydik bizga tushgan narsalarni. Qanday to'sam bo'larkan endi? Hozir bittalab qo'yib chiqaman. Lilak tushdi, Purple Dahlia. Keyin Pink Lily. Foxglow. Keyin rozadan 7 ta tushibdi. Foxglow 12 ta, Purple Dahlia 2 ta, Lilak 7 ta, Pink Lily 4 ta. Endi shanslarni ko'ramiz do'stlar. Qani, buni olmayman men baribir. Shans. Purple Dahliaga 4.5. Sunflower 0.5. Yaxshi do'stlar. Bo'ladi. Hop, endi masalaga bog'imni ko'rsataman. Mana mening bog'im. Javna katta zo'r maskiya bo'ladi.
Mana bu yerda ikkita ek qo'yib qo'yganman. Hozir bittasi u, mana ochamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Nima tushar ekan? Ya, oddiy ar tushdi. Mayli. Mana nimalarim bor asosiy akkauntimda. Shuncha daraxt ekinlarim bor. Hammasi meyada zo'rlari. Turizga tashsanglar birga o'ynaymiz. Qiziqarli ketadi. Yolg'iz zerikdim.